Dasturimiz davom etadi. O'quvchilarning STEM fanlariga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, iqtidorlarini aniqlash va rag'batlantirish maqsadida Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi, Toshkent shahridagi Turin Politexnika universiteti hamda Fan olimpiadalari markazi hamkorligida iqtidorli bolalar Respublika olimpiadasi tashkil etildi. Muxbirimiz jarayonlardan xabar qiladi. Bugun yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazishdan ko'ra ilm-fan bilan mashg'ul bo'lib, yangiliklar yaratishga intilmoqda. Kimdir sun'iy intellekt ustida ishlasa, yana kimdir xalqaro fan olimpiadalarida sovrindorlar qatoridan joy olmoqda. Ilk bor tashkil etilgan iqtidorli bolalar Respublika olimpiadasining final bosqichida 300 dan ortiq ana shunday salohiyatli yoshlar jam bo'ldi. Bir inson bilan suhbatlashib qo'ygan ustoz aka. O'sha inson aytayaptiki, nima yoshligimizda shunaqa yangi pedagog bo'lmagan. Mana hozir shu paytdagi o'quvchilarda o'rniga bo'lib qolsa-ku deyapti-da. Xuddi shu narsa, ya'ni hozirda shunaqa yangi pedagog o'tkazilyaptimi? Bu o'quvchilarga o'qishga qandaydir shijoat beradi, motivatsiya beradi va ta'limni olg'a suradi desa ham bo'laveradi. Olimpiadadan qatnashishdan maqsadim ustozlarim, ota-onam ishonchlarini oqlash bo'lgan. Endi natija qanday bo'lishini bilmaymiz. Bundan keyingi rejalar xudo xolasa shu O'zbekistondagi bo'ladimi yoki chet eldagi top universitetlar bilan shu universitetda topshirib, shu yerda yurtimizda olgan bilimlarimizni amalda qo'llashga harakat qilib, kelajakda shu yurtimizni ravnaqiga o'zimizni hissamizni qo'shish. Mazkur olimpiadaga ishtirok etish uchun Navoiy viloyati Zarafshon shahridan keldim. Bundan oldin 2 bosqichli testdan o'tdim va test o'rtacha qiyinlikda bo'ldi. Olimpiadada ishtirok etib, qaysi bo'limlarda kamchiligim borligini his qildim. Biz kabi yoshlar bu olimpiadalardan qatnashgandan so'ng bilim darajasini baholab oladi, kamchiliklarni o'rganadi va o'z ustida ishlashni davom ettiradi. Olimpiadada respublikamizning barcha hududlaridan 230 mingdan ziyod o'quvchilar ishtirok etish istagini bildirgan. Tuman hamda viloyat bosqichlarida o'tkazilgan test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan 4359 nafar o'g'il-qizlar yakuniy bosqichga yo'l oldi. Sinovlarda 10-11 sinf o'quvchilari bevosita, 2-9 sinflar esa video kuzatuv orqali qatnashmoqda. Barcha fanlar bo'yicha testlar o'zbek hamda rus tillarida tayyorlangan. 3 ta fanda o'tkazilmoqda, ya'ni bu matematika, fizika va informatika fanlari. Har bitta fan yo'nalish bo'yicha 20 ta savol ko'rsatilgan bo'lsa, jami o'quvchilarga 100 daqiqa vaqt berilgan. Test bor o'z platformasi orqali olimpiada tashkil etilmoqda. Har bitta savollarni mutaxassislar yordamida o'tkazilgan bo'lsa, sun'iy intellekt yordamida ushbu savollar generatsiya qilib ko'paytirilgan. Yondagi o'quvchilarning ko'chirma-kashlikni oldini olish, shaffoflikni ta'minlash maqsadida har bitta savollarda turli xil variantlar taqdim etilgan. Olimpiadalar demak bu yil birinchi marta tashkil etilmoqda. Umumiy natijalarga qaraladi. Muvaffaqiyatli o'tkazib olganimizdan so'ng keyingi yillar davomida yana o'tkazish reja qilinmoqda. Olimpiada mukofotlariga to'xtaladigan bo'lsak, 1-chi, 2-chi hamda 3-chi o'rinni egallagan jami 18 nafar o'quvchiga belgilangan oliy ta'lim muassasalariga 100% grant ajratiladi. Eng faol qatnashib, yuqori o'rinni qo'lga kiritgan maktab jamoasiga esa bosh sovrin avtomobil topshirilishi belgilangan. Sojida Shernayeva, Abbos Abdusattorov, O'zbekiston 24 uchun maxsus.